Hop, mana kamerani ham ulab oldim. Siz meni kirka, lapatkalarim hammasi sinib ketdi. Faqatgina bitta kirkam qoldi. Qani edi bir osmondan katta sandiq tushib qolsa, yo ichida ko'p olmoslar bo'lsa. Siza. Yo, what the fuck, nima portladi? Menimcha reyderlar kirgan, hujum qilgan bo'lsa kerak. Yomboy, ana endi nima qilaman? Mana bu yerda bitta kirkam bor. Bu kirka orqali biz hozir mana bu nima desam bo'ladi, mana bu pechkani sindirib tagidagi sandiqdan avtomatimizni olib olamiz. Yana оружие, pistoletimizni olib olamiz. Qani bo'lmasa, let's go tezroq olishimiz kerak, bo'lmasa hozir reyderlar menga hujum qilib meni o'ldirib tashlashlari mumkin. Qani reyderlar, qayertasizlar? Qanasizlar? Hozir bitta sanlarni o'ldirib chiqaman. Kel bu yoqqa dedim sizlarga. Men bu sandiq qayerdan paydo bo'lib qoldi? Yo'q. What the fuck? Yo'q, do'stlar, bu qayerdan paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ketdik, bir ko'raylik-da, ichida nima bor. Hop, qurollarni olamiz, bo'lmasa hozir ichida kimdir bo'lsa, mana o'ldirishi ham mumkin. Mana o'qlab ham oldik. Hop, ichida nima bor? Hozircha hech narsa ko'rilmayapti. Ichida ikkita sandiq bor. O'zi bu katta sandiq qayerdan paydo bo'lib qoldi? Boyagi portlagan narsa nima edi? Yoki osmondan tushdimi bilmadim. Ichida hech kim yo'q. Hozirchalikcha yaxshi. Ana endi sandiqda nima borligini ko'ramiz. Xo'p. Ana yo'q. O'sa ko'pligi yo'q. What the fuck? Zombi taqatdan chiqyapti. Yo'q. Massanlarga la'natlar. Bular qayerdan paydo bo'ldi? Ikkita paydo bo'ldi. Yo'q, mana bu tugmalardan bittasini bossa paydo bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Qaysi biridan paydo bo'lib? Yo'q, what the fuck? Yana bitta paydo bo'ldi. Endi nima qilaman men, do'stlar? What the fuck? Ikkita paydo bo'ldi. Hali ham juda ham ko'p paydo bo'lmadi. Shunisi ham yaxshi. Qani endi biz borib ko'raylikchi, endi nima bo'lar ekan. Ichidagilarni olaylikchi. Xo'p, mana ichidagi barcha endi chiqmayaptimi? Yo'q, chiqmayapti. Ana endi ichidagi olmoslarni olib olamiz. Qani bo'lmasa, let's go, birma-birini olamiz, ammo lekin bularni hozir inventarimizga sig'maydi va hozir tashqarilarini tekshirib ko'raylikchi. Hech kim yo'qmigan. Hech kim yo'qligiga amin bo'lib, tezda shoshilmasdan asta sekin olsagan bo'lib, what the yo'q bo'lib qolibdi. Xo'p, mana bu yerda mer yo'qmikan? Mer bo'lsa, meni qishloqda haydab yuborishi tayin. O'zi yaqinda qishloqqa kelgandim, haydab yuborishgan edi. Portalli uyimdan bu yerga yana ko'chib keldim. Ba'zi zo'rg'a yashayapman. Bu qishloqda yana haydab yuborishi mumkin. Mer yo'q ekan. Demak, mana bu yerdagi olmoslar, boyliklarni asta sekinlik bilan shoshmasdan olsam ham bo'ladi. Menimcha inventarim to'lib qoldi. Ana endi asta sekin bularni uyga joylashtirib, shundan so'ng esa men qolganlarni olib kelishga kelaman, do'stlar. Xo'p, ana endi tezda uyga borib, hech kim ko'rib qolmasidan bu yerga kirib olmoslarni joylab chiqamiz. Xo'p, mana bu qayerda paydo bo'lib qoldi? Yo'q, yo'qol bu yerda. Yo'q. Endi mana bu pechkani sindirib yuborishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Bular joyi ostidagi sandiqqa qo'yib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu ham juda sekin sinar ekan. Mayli, endi nima qilamiz? Majburmiz. Xo'p, mana bularni joylashtirib chiqamiz. Tezda joylashtirib chiqishimiz kerak. Oltinlar. Bu oltinlar, boyliklar mening 7 pushtimga yetib, ortib ham qoladi. Butun umr yashasam bo'ladi shu boyliklarga. Juda ham ko'p.
bu 13-qishloqdan yana 100 tasidan ziyodini sotib olsam, bu pullar sotib olib ortib ham qoladi. Xo'p, mana bu sandiqqa ham mana bularni joylashtirib tashlaymiz. Juda ham ko'p pullar, izumrud, oltin, yo'q, juda ham ko'p narsalar. Qolgan mana bu narsalarni ham maydalasak, juda bittasidan 9 ta chiqadi. O'ylayapsizlarmi? Bular bir stakdan. Bularni endi yopib chiqamiz, keyin hech kim bilmasligi uchun bularni sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Hech kim bilmaydi. Ichida sandiq borligini ham, hali bu yerga tushgan hech kim bilmaydi. Faqat bitta qishloqda men bor, qolganlar bilmadim qayerga ketgan. Shunchaki boyliklarni o'zim oldim do'stlar. Ana endi men pistoletni olib tashqarilarga chiqamiz. Do'stlar, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sizlar bilan men yana o'sha Murod keyin bo'laman.